qaranglar, men sizlarga ozroq Zoomlion ekskavatorini konditsioner haqida gapirib bermoqchiman. Kichkina ekskavator ekan. Bu yerda siz konditsionerni qo'yganingizdan keyin, короче, mana knopkani bosasiz, konditsionerni belgisi turibdi. Ikkinchi knopka. Uje konditsionerni nima joystikdan boshqarasiz. Bossangiz uje tushaveradi. Bitta bosasiz, pastga tushadi, shunaqa qilib yoqib o'chirib, baland pastini gradusdan to'laysiz, lekin положениесini to'la olmaysiz. Masalan, faqat oyoq uchun yoki lobovoy yoki tepaga qilib bunaqangi rejimni to'la olmaysiz, uni ruchnoy to'lashingiz kerak. Ya'ni mana bu krishkasi bo'lsa, oyoq qo'yayotgan. Siz buni bu hozir mana bekli holatda turibdi. Buni bunday qilsangiz, mana krishka ochiladi, uje sovuq urishni boshlaydi. Agar bu sizga kerak emas bo'lsa, siz buni birozda yopib qo'yishingiz kerak. Bu yerda yaxshiroq ko'rmagan bo'lsa, mana tepada ko'rsataman sizlarga. Mana hozir tepa tomoni bekli turibdi konditsioner. Chunki men oyoqqa to'lab olgan edim. Endi siz tepani ham to'lash uchun birozda krishkani ochib qo'yishingiz kerak xolos. Uje havo uryapti, qanaqangi sovuq havo. Faqat shu holatda regulirovka qilasiz. Yana eng zo'r tomoni bu suvni sovutadigan joy juda ham zo'r o'ylangan Zoomlionda. Mana issiq kunda napkani qo'yib qo'yasiz, konditsionerni shunga to'lab qo'yasiz, muzday bo'lib turadi ichadigan paytingizga. Hozir 1 soat tursa muzday bo'lib qoladi, xolodilnikda turgandek. Shu tomoni zo'r o'ylangan napka uchun. Muzday bo'ldi. Bismillah. Wow, issiq kunda zo'r ketadi.